Do'stlar, video boshlamasdan oldin kanalga like bosing va obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib qo'ying va ertaroq videolarimizni chiqishini tomosha qiling. Qaniysan Jo'xa? Yaxshi o'zingizchi. Nega nariga qarab turibsiz? Betimga biroz toshgandi, mayli ko'rmay qo'yaver. Qarachi senga ish bor. Qanaqa ish bor? Qarachi u yerda eski uy bor, o'zing bilasan-ku. Da, yangi qushloq keldimi? Ha, yangi qushloq keldi. O'sha uyni qarachi tuzatishing kerak. Xo'p, narxlarni o'zingiz bilasiz, lekin jihozlarga aytaman. Bilasan uni chekida bor, qarachi o'sha yerdagini olaver. Qarachi o'sha yerda ozgina oshib qolganda o'shani olaver. Narxini so'zlab beraman. Xo'p, rahmat. Bo'lmasa men ketdim. O'sha haligi joydagi, oldingi uyda tuzatganimdek. Salom do'stlar, sizlarga men Jo'xa yangi videomizga xush kelibsizlar. Bugungi videomizda qarachi ana u neda ko'ryapsizlar, uyda o'na turibdi. Qarachi hozir ko'ringan bo'lsa, ana o'na. Qarachi o'sha uyda tuzatishimiz kerak. Yo-mayo, bu nima bo'ldi? Juniorson kim bu yerga qo'ydi? Ha, mayli. Kim qo'ygan bo'lsa ham buni olib tashlaymiz. Keragam yo'q buni va hozir buni ichidagi jihozlarni olamiz. Mana bunday qilib turib buni ichidagini ham olishimiz kerak va mana bular jihoz desa bo'ladi. Yo-mayo, buni nega bu yerga ikkita qilib qo'yishgan? Hayronman. Ha, mayli, bo'lmasa mana hozir ko'rsataman sizlarga qaysini qilishimizni. Ha, mana shu uyni hozir biz tuzatishimiz kerak. Uning uchun bizga qaychilar kerak bo'ladi. Mana bular xo'sh. Tak. Va hozir biz qaychida mana bularni olib tashlaymiz. Juniorson, bularni ham olib tashlash kerak, chunki juda ham ko'p va biz buni tezroq butishga harakat qilishimiz kerak, chunki bo'lmasam bo'lmaydi. Birinchi bo'lib kutganimdek bu yerlarda juda ham ko'p. Birinchi tomdagilar iplarni olib tashlaymiz, chunki birinchi o'z iplarni olib tashlash kerak-da va buncha ko'p deb chiqadi deb o'ylamagandim. Mayli. Bo'lmasam hammasini buzib chiqamiz. Agar narsalarimiz yetmay qolsa, yo-mayo tushib ketishim o'zini qoldi deb o'ylagandim. Mana bu yerlarda ham bor. Yo-mayo, bu yerlarda nimalar bo'lyapti? Hayron. Mayli, sekin mana bularni olib tashlashimiz kerak. Mayli, bu toshlarni birinchi toshlarni olib olamiz. Bular kerak emas va toshlarni olamiz. Opa. Ana bo'ldi. Va mana bu yerlarda ham ko'p ekan. Yo-mayo. Mayli, tegmaymiz. Tegmaganimiz yaxshilikcha. Buni ham buzamiz. Demak, bu endi meni uyim emas va buni men ichidagilarni tekshirishim mumkin emas. Shu uchun nima desam bo'ladi, bularni tekshirish mumkin emas. Va bu mana bu yerlarda ham qolib ketibdi. Tak. Tosh yetadi o'xshaydi. Agar yetmay qolsa ham mer yana beradi bizga. Bu men o'zimni pulimdan chiqara olmayman chunki. Mayli, biz har doim foydani o'ylaymiz. Yo-mayo. Oy, Juniorson, putim juda ham qattiq tegdi. Juniorson. Yaramas. Opana. Buni buzib turamiz vaqtincha. Juniorson, nima bo'lyapti bu yerda? Hayronman. Mayli. Buni qanday buzishni o'ylash kerak endi. Mana shu yerdan buzsak bo'ladigan o'xshaydi. Mana bo'ldi. Mana va bu yerlarda ham tomda ham bitirib qo'yish kerak, chunki hozir chirmoqlarni olib tashlasam
Короче, hozir injenersin. Qo'limga nima bo'lyapti? Noto'g'ri qo'yilib ketyapti. Ha, mayli. Bu yerga ham qo'yamiz. Buni olamiz va bu yerga ham qo'yamiz. Ha, tak. Juda ham ko'p ishlar kutmoqda bizni va yo-mayo, bu chirmoqlar buncha ko'p. Men buncha ko'p deb o'ylamagan edim. Ha, negadir miyam fikrlar adashib ketyapti va bu yerga ham qo'yishimiz kerak. Jinursin, nimaga bunchalik ahmoqman-a? Shunchalik ham ahmoq bo'lamanmi deb. Qani, nechta ahmoqlik qilibman? Kommentga yozib qo'yamiz bolajonlarim. Va hozir yo-mayo, bu yerga ham yo'q. Cho'tta bugun omadsiz. Voy, men hozir o'zim osvoraman. Hozir o'zim aniq osvoraman. Yo-mayo, bunchalik ham xato qilib. Odam bir marta xato qilish kerak, lekin men esa bugun necha marta ham xato qildim, o'zim ham sanoqda adashib ketyapman. Mayli, endi xato qilmashga harakat qilaman. Necha marta ahmoqlik qilganimni ham aytib qo'yinglar. Opa! Lekin putup qattiq tushdi. Yo-mayo. Mayli, bularni olib tashlaymiz. Tezroq olib tashlash kerak. Chunki bularni bizga nega kerak? Ana bu yerga yetmayapman. Bu yerga mana bu bilan chiqib. Yo-mayo, jinursin. Jinursin. Yo-mayo, mana bu yerga ichkariga keyin o'tamiz. Bu yerdagidan olamiz va bizga hozir juda ham ko'p tosh kerak. Mana bu yerda g'or bor ekan, demak shu yerdan olib beramiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bitta ham bo'lib ketdi. Bu chirigan toshlar kerak emas. Va bu deydi olib qo'ysak, hoppa. Nima desam bo'ladi? Juda ham ko'p mehnat ketadi buni kuylarga. Nima desam? Lekin bu bunaqa narsalar bizga jot emas. Chunki biz qurish bo'yicha ustamiz. To'g'ri. Bularni ham olib tashlaymiz va bularning o'rniga esa oddiy toshlarni qo'yamiz. Juda ham qiyin bo'lib ketyapti. Siz yotgan bo'lsangiz mayli, hech narsa emas. Bizga mana bunaqa chirigan toshlar kerak emas. Shu uchun shunaqa chirigan toshlardan chiqamiz va bularni buzamiz. Mana nihoyat butang deb qoldim va hamma toshlar almashtirganga o'xshayman. Jinursin juda ham tez bitayotgan deymanmi yoki sekinmi bilmayman. Короче, o'zinglar menga aytinglar, qanchalik zo'r uyni quryapman. Baholab chiqsanglar ham bo'laveradi. Oxirida baholab ketinglar kommentda. Va albatta bu video rekka chiqadi deb umid qilamiz. Yo'q, xato qildim deb o'ylagandim, lekin to'g'risi xato qildim deb o'ylagandim. Mayli, bularni ham olib chiqishimiz kerak. Aniq daraxt yetmay qolsa, daraxtni topish qiyin bo'ladi. Aniq merdan so'rashga to'g'ri keladi. Daraxt yetsa bo'ldi. Daraxtmi, taxtami, bilmayman. Nima deyishlarini bilmadim. Yo-mayo. Mayli. Do'stlar, kanalga albatta obuna bo'lamiz. Xo'sh. Bularni yo-mayo. Video zerikali bo'lishni xohlamayman. Shuning uchun
Albatta podдержка qilinglar. Juniorson nimalar? Tak 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 tak. Opa. Ha, chotki chiqmoqda. Albatta zo'r. Ancha yaxshi chiqyapti. Opa. Ha, tosh ham yetmas ekan, lekin ha, darroq yetdi. Ichkari juda ham bardak ekan. Ay. Nima bo'ldi? Hozir tushunmay qoldim. Qandaydir Minecraft paklari Juniorson. Ha, nabrata tosh yetmaydi ekan. Men tosh yetar ekan deb o'ylagandim. Mayli. Bu yerda menimcha albatta keyingi videoda albatta balkim bir narsa bo'lib qolsa, o'sha chuqurga ham tushib bir narsa qilib kelarmiz. Yana bilmadim, agar bo'lmasa yoki bu qishloqda har doim sarguzashtlar bo'ladi. Sizlarga esa bu sarguzashtlarni ko'rsatib beraman. Va albatta ulangan kanallar bor, ularga ham obuna bo'linglar, chunki ularda ham shunaqa videolarni ko'proq chiqaraman. Chunki albatta bu obunachilarim uchun tak bularni hammasi kerak emas va bizga jihozlar kerak. Kompyuter yo'q-mayo hammasi mendan boycha ekan. Menda kompyuter ham yo'q. Ha, mayli. Hech narsa demaymiz. Kompyuterni bironta chetroq mana. Masalan yo'q. Shotga qo'ysak bo'ladi. Buni bu yoqqa qo'ysak. Tak. Buni shunaqa qilib qo'yamiz va kompyuter bilmadim, negadir kompyuter juda ham qiziqaman. Mana chotki. Mana o'tirib olasizlar. Chiq qilarasizlar. Bo'ldi. Tak. Buni shu yerga qo'yamiz. Shunga xalaqit bermash uchun. Televizorni qayerga qo'ysak ekan? Yo'q-mayo. Televizor buni olib tashlashimiz kerak. Buni olish oson ekan. Chotki chiqdi. Yuboru. Buni quyida umringlarda ko'rmagansizlar. Mana buni shuna qo'yib qo'ysak va bu video olgani kerak bo'ladigan narsa. Buni qayerga qo'ysak? Yo'q-mayo. Mana. Shunday bo'ladi. Chotki. Hozircha uy normalniy. Va hozir merni chaqirib kelaman. Merni uyni ko'rsa juda ham xursand bo'ladi. Bu juda ham chiroyli chiqdi. Mayli. Chotki. Mayli, bo'lmasa merni chaqirib kelaman.